Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Mana mening o'g'lim Mirziyo, Abdurahim Mirziyo mana shu shifoxonaga kelib, allergiyolog, immunolog Sherzod akaning ana ko'rigiga keldik. Xudoga shukr, bolam sog'lom bo'lib ketdi. Reanimatsiyalarga tushib qoldi. Reanimatsiyalardan chiqib mana 7 yilda men qiynalaman. Mana Allohga shukr, bolam sog'lom bo'ldi mana. Bir oyning ichida mana birinchi ko'rikka, ikkinchi ko'rikka keldik. Mana bir oyning ichida maktablarga borib ovqatlanib, hamma tomonlama yaxshi bo'lib ketdi. Veslar qo'shilib, orqaga qarab ketib qoraytdi bolam. Men xursandman mana. Ko'rikka keldim. Allohga shukr. Ming marta shukr. Rahmat shunchalik vrachga. Keyin sizlar mana shunga davolansizlar. Ko'rinsizlar, sarson bo'lib yurmansizlar. Men sarson bo'ldim. Samarqandga ham bordim. Toshkentlarga bir necha bora keldim. 10 marta ham keldim. 20 marta ham keldim. Foydasi bo'lmadi. Mana shu yerdan shifo topdik. Allohga shukr. Rahmat shunchalik. E'tiborlaringiz uchun keyin sizlar shu yerlarga davolanib ketinsizlar. Mana bolam sog'lom hayotga qaytdi. Xudoga shukr mana.